Yo bolalar, sizlar bilan Bobur meni kiradi do'stlar. Men bugun mana shu yerda bitta sotuvchi mashina Toyota Supra mashina sotar ekan, degan yer bor ekan. Men telefonda gaplashib bo'ldim men hozir. Endi esa men manzilimni topamiz. Yaqin ekan do'stlar. Mana hujjatimiz ham bor mashina uchun, pravalar. Mana pullar bilan sotib olishga ketyapmiz do'stlar. Ha, sar narsa nima? Mashina bor edi. Mana kelyapmiz do'stlar. Odamlar ham ko'p ekan, bu yerda bir ikkita odam bor ekan. Yuribdi. BMW, yo'q, bu qanaqa mashina dedi. BMW, wow, Toyota. Assalomu alaykum. Bu yerda qaysi mashinalar eng tezkori? Toyota Supra eng tezkori. Yaxshi. Bu yerda eng BMWlar nech puldan? Juda arzon. Yaxshi emisan, bu mashinani hammasini ko'rsam bo'ladimi? Xo'p. Mayli, so'ragarda mayli dedi. Qani o'tiramiz. Orqachalar zo'r ekan, lekin zo'r mashinaga o'xshaydi. Qani, ichi zo'r ekan. Bu mashin soxta ekan. Skimli mashina. Maslahatim bolalar. Umuman qani BMW qanday? Qani bir o'tiraychi. BMW mana shuni mashina desa bo'ladi. Qani sakramiz, Toyota'ning ovozlarini eshitaylik. Qani shular. Ovoz kelardi. Mana qanaqa sotib olamiz, Toyota'ni. Menga Toyota Supra yoqdi. Mana pullari, mana. Pullar sizga. Mana guvohnomam bor, hujjatim ham bor mashina haydashga. Mashina sizga. Yaxshi o'ltirayman, kelib turing. Bo'pti. Deyt. Obunachilar, men Toyota Suprani sotib oldim. Oldin dvigatelni tekshirib ko'ray. Yana dvigatellar sozmikan buni? Qandaysa o'payqalam. Yaxshi, qaraymiz do'stlar. O'tiramizda. Ana. Do'stlar, dvigatel tekshirmoqchi qanday buni? Dvigatel eshiklar ochiladi buni hali buni. Do'stlar, buni ochamayapmiz. Qani do'stlar. Bosib turay, qani endi menga qaraymiz. Ochil. Ovozlardan biz mashinani haydaymiz do'stlar. Shu matinni telefon qo'yaymen. Hozir men xabar beraman. Ham bo'ldi. Endi bir tovdik, mana tovdim endi. Buni o'g'lim olamanmi? Yo'q, do'stlar. Qani ketdi, do'stlar. Do'stlar, endi keyingi videolarga ko'rishguncha, keyingi videolar bergamga tushib ketdi. Keyingi videolarga ko'rishganda men chiqamayman berga. Jarlik. Obunachilar bu video mashinam ham qolib ketdi do'stlar. Bo'pti, xayr, bu video tugadi. Endi bu yerdan qanday chiqib ketaman do'stlar.